Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun yana xudo xolisa olib kelayotgan mexanizmlarimizni Akonniga Alloh hamma chiqadi. Mana endi hozir ko'rishlar mumkin. Qovurg'ali. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu joylarini qovurg'aligidan olamiz. Sababi mexanizmimizni asosan mana ko'rasizlar, bunimiz farqida azmi. Ko'rib turganingizdek, bu kichkina, bu katta. Bunimiz balkon profillarimizga, mana balkon profillarimizga tushadi. Kichkinasi bo'lsa Akonni profillarimizga. Alyuminiylarda bilsanglar, qalin, ingichkasi bor, to'g'rimi? Bizda shu mana shu eng katta muammo bo'lib turadi narx jihatidan. Buni narxni arzonlashtirish uchun bitta eshigimizda 2,5 million, misol mana shu eshigimiz 2,5 millionga chiqadigan bo'lsa, bu bilan bo'ladigan narx 1,8 mingga chiqyapti, misol uchun. Bu bilan buni solishtiradigan bo'lsak, bu eshigimizning farqi shu mexanizmi deydi. Aynan shu mexanizmlari deydi. Ko'rib turganingizdek, bunisi kichkinaroq, bunisi kattaroq. Bu balkonga tushadi, bunimiz Akonniga tushadi. Mana ko'rib turishlar mumkin. Sizlarga mana tayyor qilingan eshiklarimiz. Alyuminiyda ham bor shunaqa mexanizmlar. Faqatgina mana ko'rib tursiz eshik. Mana eshigimiz обычный eshik, faqatgina balkon emas, Akonni profildan bo'lgan. Ingichkasidan, romga ishlatiladiganidan bo'lgan. Endi bunga mana bu joyiga zamok qo'yishimiz uchun bizda muammo oynadan chiqib ketyapti. Agar zamokni ochadigan bo'lsak, mana shu qatlamini. Mana shu joyda zamok chiqib ketyapti, uzun bo'lib. Endi biz buni kichkinasini zakaz qildik. Xudo xolisa mana bemalol shunaqa kichkina ko'rinishini yo'qotmagan holatda, razmeri eni kichkina joylarga qalin profil emas, ingichka profildan ham qo'ysa bo'ladi. Rom bilan bir xil bo'lib turishi uchun, rom profili bilan u bir xil bo'lib turishi uchungina faqatgina. Boshqa anaqasi yo'q. Xudo xolasa mana zakazlarimiz, balkonlarimiz ham mana xudo xolasa kesilyapti. Bularga ham bor. Bularga ham bor, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Video uzoq bo'lib ketgani uchun ming bor uzr so'raymiz. Shunday. Bizdagi mexanizm pastki va tepa qismida ham bor. Men o'zim rasmini qo'yib qo'yaman shuni hozir. Shu uglovoy stenovoy bo'lib turadi. Past tepa va pastki qismida ham bo'ladi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.